Millatimizning mehr-oqibat tarixi. Bizning yurtimizda mehr-oqibat shunchaki fazilat emas, balki asrlar davomida shakllangan muhim qadriyatdir. Tarixda bunga dalillar ko'p. Farg'ona kanalining qazilishi. Og'ir sharoitda qo'l mehnati bilan qazilgan Farg'ona kanali xalqning bir maqsad yo'lida birlashganining yorqin namunasi bo'ldi. Minglab odamlar ko'ngilli ravishda mehnat qilib, kelajak avlod uchun hayot manbaini yaratdilar. Ikkinchi jahon urushidagi birlik. Urush davrida xalqimiz front ortida katta fidoyilik ko'rsatdi. Kambag'allarga yordam berildi. Askarlar uchun oziq-ovqat va kiyim-kechak tayyorlandi. Ayollar va keksalar og'ir mehnatni zimmasiga oldi. Eng muhimi, jamiyat bir oilaga aylandi. Yetim bolalarni asrab olgan oilalar. Aynan shu davrda yetim bolalarni asrab olish ham haqiqiy qahramonlik sifatida namoyon bo'ldi. Bunga Shoh Mahmudovlar oilasi yorqin misoldir. Ular urush yillarida turli millatlarga mansub 15 nafar yetim bolani o'z tarbiyasiga oldi. Bu oila insonparvarlik va mehr-oqibat timsoliga aylandi. Jadidlar asos solgan ko'mak tashkiloti. 20-asr boshlarida jadidlar tomonidan asos solingan ko'mak tashkiloti muhtojlarga yordam berish va bolalarni o'qitishga xizmat qildi. Bu harakat ilm va mehr jamiyatni yuksaltirishga ishonch edi. Toshkent zilzilasi. 1966-yildagi zilziladan keyin odamlar bir-biriga suyanch bo'ldi. Hech kimning darvozasi qulflanmadi. Begona inson oila a'zosidek qabul qilindi. Uysizlar uchun dasturxonlar yozildi. Bu voqea mehr-oqibat xalqimiz xarakteriga singib ketganini ko'rsatdi. Sardoba suv toshqini. Sardoba fojiasi paytida butun mamlakat bo'ylab ommaviy yordam harakati boshlandi. Kimdir pul, kimdir oziq-ovqat, kimdir kiyim-kechak bilan toshqinda qolgan oilalarga ko'mak berdi. Jamiyat yana bir bor og'ir sinovda birlashdi. Pandemiya davri. COVID-19 pandemiya yillarida shifokorlar, ko'ngillilar va oddiy fuqarolar bir maqsad atrofida jamlandi. Saxovat karvonlari, bepul dori-darmon va oziq-ovqatlar minglab oilalarga umid bag'ishladi. Bugungi jamiyatimizdagi mehr-oqibat. Bugun ham jamiyatimizda mehr-oqibat an'analari davom etmoqda. Kimdir qo'shnisiga ovqat ilinadi, kimdir mahallasidagi bemorlarning holidan xabar oladi. Ijtimoiy tarmoqlarda og'ir kasallikka chalingan yurtdoshlarimiz, ayniqsa bolalar uchun davolanish xarajatlari yig'ilmoqda. Va bunday misollarni ko'p sanash mumkin. Tarix va bugun shuni ko'rsatadiki, mehr-oqibat bizni birlashtiradigan qadriyatdir. U faqat og'ir paytlarda emas, har kuni namoyon bo'lishi kerak. Bir-biriga mehr ko'rsatgan jamiyat yanada mustahkam bo'ladi.